maqsani kam xotanlik Uyg'ur. Babirning ana sungat ismi Amina o'laydi. Apsının dadısı Kaşgalı, Uygur. Anısı Tungan, Lenco Tunganlarıdır. Diqqətinizdə Şvetsiyadakı Xitoy elçixanasına çetilgan casusluq delosi haqida ishlangan ko'p qismliq hujjatlik radio programmasi. Qutlandın anglawatsizlar. Növətdə mazkur programmaning casus tashlab ketgan savollar nomli 14-ci qismi huzuringizda. Muhaciratdagi Uyg'ur jamoatini zilzilaga keltirgan, shundaqla Shvetsiyadagi Uyg'urlarga uzoqcha vahima va sarosim elib kelgan jasuslik delosi zamon istiralkisida tarixga aylandi. Darvaqa jasus tutildi va sotlandi. U 1 yil 10 oylik turma jazosini ado qilgandan keyin Skandinaviya yarim orolidagi go'zal va farovon el Shvetsiyada erkin bir girojdan sifatida yashamoqda. Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi vaqt iqimida tarixga aylangani bilan u qoldirgan javobsiz savollar muhojiratdagi Uyg'ur jamoatini hali ham sovuqqon fikr va tafakkurga undirmoqda. Jasusluq delosining butkul jarayoni va Stokgolm shaharlik sud mahkamasining 2010-yili 8-martda Babur Maqsud delosi haqida chiqargan B89-76-09 nomerlik sud xotirasi Uyg'ur jamoatiga tuvandagi savollarni tashlab ketdi. Birinci savol. Sud xotirasining 23-betida Xinjiang Naqshusul o'migi 2007-yil kuzda Shvetsiyaning Eskilstuna shahrida o'yin qo'ygan vaqtda ma'lum birsining Babur Maqsudni birinchi qatim muxbir qiyofatiga kirib olgan Xitoy aloyida xodimi Leydaga tanishtirganligi tilga elingan. Undaqda bu kishi zoti kim? Babur haqida chiqarilgan sud hukmidimi bu masala tilga ilingan. Ashunda nurg'un materiallar deyilgan sudda. Hatta Baburni shu Xitoy diplomati va muxbir salohiyat ishlayotgan muxbirga kim tunishtirganligini tasdiqlagan. Nerede kim tunishtirgan? Ama ismini demagan, ama kim tarafini tunishtirganligini aniq degan sud hukmida bor bu narsa. Sud mahkamasi taftish mahkamasining raporu qarsak, 2007-yilda Eskilstuna shahrida uning vazifaning atilganligi, uning boshqa quyruqlarining borligi degan nimalar to'xtatib qo'yganligi materialni shu yerga ulab apirib. İkinci sual. Babur Maqsudni ayni vaqtda Dünya Uyg'ur qurultiyining yig'inlariga boshlab borgan, uni Dünya Uyg'ur qurultiyining Shvetsiyadagi alohida vakilligi ko'rsatgan, shundaqla uni Shvetsiyadagi ikki Uyg'ur tashkilotini birlashtirib rais qilishga kuchigan insonlar jasuslik delosi fosh bo'lgandan keyin nima uchun kirpidak tugilib oldi? Onun o teklifini bergen, endi xil çoğun adamı var ki ona. Bolumucu komiteti başlık tikleyle diyen nemile, onun məsləhətini qılan adamlar hemisi keyin keldi. Kilip Babur Maqsudni komiteti başlıqı çıkarmakçı biz. Sizlerimi qo'llashib bersanlar bunu diyen, bular aşı komitetini alsaq deb keldi. Bazı meşhur siyasiler var adam. Qurultayning bazı çağırmayan adamların var onu qo'llash demisida. Babur haqida chiqarilgan sud hukmidimi shu qog'oz to'g'risimi deyilgan. Yana Dünya Uyg'urlarning to'liq huquqliq vakil sifatida Xitoy taraf bilan suhbat o'rnatilgan vakil ekanligi. Üçüncü sual. Baburning sud xotirasida Shvetsiyadan qo'g'langan 2 nafar Xitoy jasusi Leyda bilan Zhou Luluning Xitoy davlat xavfsizlik ministrligidagi Lao Liu nomli sirliq shaxs bilan bevosita munosabati borligini, rost ismi noma'lum Lao Liuning Zhou Yunganga bog'langanligi imo qilingan. Undaqda Xitoy kompartiyasidagi yuqori darajadagilarga chetilgan bu deloda Babur Maqsud faqat bir peshkimi. Uning keyinda kimlar bor? Babur emniyeti bir pişka bu Shvetsiyadagi. Yana Shvetsiya o'zining manfaati uchun qurbon qilgan bir pişka. Agar o'zimizning cho'ngini tutgan yoki tashqan holatida Shvetsiyada Xitoy o'tirsa boshqa bir so'kishlardan diplomat so'kishlardan chiqishi aniq. Shuna bu kichik bir beshni qurbon qilib turib Shvetsiya o'zining maqsadiga yetdi, ham Xitoyning ishig'imi cho'ng tep ketmadi. Men shunday o'ylayman.
4-chi savol. Şinjan naqshi usul o'migi 2007 yili nima uchun Shvetsiyadagi birinchi maydon tashviqot o'yinini poytaxt Stokgolmda emas, balki kichik shahar Eskilstunada qo'ydi? Mərhum Kürəş Küsənnin sirliq ölümüdən keyin Eskilstunadagi Uyg'ur jamoati nima uchun tarixdək chechilib ketdi? Eskilstuna küçük 80 bin nüfusu var bir şehir olsun. Bu yerde Uygur halkının atalıq nakşisi hem siyasi liderlerinin bir soğan Kürəş Küsən yaşayan hem Şivitsi Uygur Komitini şehirde kurgan. Onundan başka Kürəş Küsənnin Eskilstuna şehirdeki tesiri nayeti zordu. Eskilstunadaki halkların hemisi bir siyasi erbab süpütüde hem bir sanatkar süpütüde hem sunuydu. Hem şuna sanatkarlarının müşahitleşi emniyette muşu usullarını bilgen adamlarning vasıtası bilan yetkizilgan bo'lishi mumkin. Bu mesela bu Shvetsiyada ait cho'ng shaharlar bor. Masalan, Malmö, Göteborg, ham Stockholm degandek. Aşı yerlarni hech pastda o'yin qo'ymay, faqat kichik bir shaharga kirib, shaharning teatrxonasida o'yin qo'yish menimcha maqsadsiz bo'lgan bo'lishi notayin. Ham bunda bir uchilig'i ega bo'lgan ahvolida Xitoy hukumatining Uyg'ur san'atkorlarini 40 necha odamdan kelib mushada ham Uyg'urcha ham Xitoycha san'at aralashgan o'zining faoliyatini uyushtirishi qanchalik aqlga muvofiq deb qarashim bo'lmaydi. 5-chi savol. Babur Maqsudni 1980-yillarda vatandagi vaqtida taniydigan, 1990-yillarning oxirlarida O'rta Osiyoda birga turgan, hatto Shvetsiyaga kelgandan keyinmi Dunyo Uyg'ur qurultoyining yig'inlariga birga berib kelib yurgan insonlar nima uchun uning sirli orqa ko'rinishi haqida ilgari zotida eg'iz ochmadi? Babur tutilgandan keyin ularning urushdan keyingi qahramon sifatida bergan kulgulik bayonlari nima uchun chigit chaqmadi? Bu Babur Maqsudlarning 80 yillarningki oxirida tanishimi? 80 yilning boshlarida Xotan shahri boshqa bo'lgan, Ma'mun vali deb anglagan. Ammo 88-yillari Qashqar shahrida men binokurli qurilish sohasi ishiga vaqtida bizning idora bilan buning idorasi Xo'shniyda bu Qashqar viloyatlik ishiklab yo'li boshliqningki lideri bu. Keyin bu 97-yil Toshkentga men chiqqandan keyin Toshkentda bilan bir yer bo'ldik. Bu bakanda keyin bu yo'qolib ketdi. Men 2003-yil 13-oyda kelsam bu Shvetsiyada edim. Şimdi gruplar keldi o. Düsyatrişet, men, işimiz bir samolyotda, yani bir aeroplan birlik keldi. Kelip işimiz bir yatak yattık. Bu yatakta telefon kılıbı, mening Shvetsiyaning telefoni, mening telefonim mağmidi, ama onun telefonu işildi. Ben o telefonuna qarab baktım. Numaralarga. Uslab qalganda tok etib qo'ydik. Qarab baksam, men Xitoyninki Gumalo telefonda hamda. Men darhol internetga kirib, buni izlab baksam, bu dal shu Xitoy elchixonasida aldiga bir taqlib qoldi. 6-chi savol. Öz vaqtida Babur Maqsud ilib bergan aeroplan belti bilan Dunyo Uyg'ur qurultoyining yig'iniga qatnashib yurgan siyosiy aktivlar nima uchun Shvetsiyaning sotsial yordam puliga tayinib yashayotgan Baburdan pulning kelish manbasini so'rab ko'rmadi? Babur Maqsud o'z davrida Dunyo Uyg'ur qurultoyiga 100 ming yevro beraman deganida nima uchun hech kim uningdan bu pulni sana kim bergan deb so'rab boqmadi? Samolyotda biz ketayotgan vaqtida birisi yaş cho'ng bo'lgandan keyin Abdulshajin bilan Babirninki. Bular endi yaş cho'ng odamlar samolyotga chiqib, samolyot uchgandan keyin uxlash boshladi bular. Qaytganda bilib bo'ldi endi albatta. Endi bu odamninki endi shu Xitoy uchunga ishlaydiganligi hech qanday bir sizg'animiz yo'q. Nayt bir yavaş odam deb ko'rinadi-da. 7-chi savol. Baburning o'z davrida Uyg'ur jamoatining ishonchisi va hurmatini qo'lga keltirish uchun hajga berishi, jamoatga qo'shilib namoz o'qishi, o'g'liga soqol qo'ydirishi va yoki yuqori summada iyoni berishidek bir qator taktikalari Uyg'ur tashkilotlari bilan Uyg'ur jamoatining ko'zini nima uchun shuncha uzun mezgil g'alab qila oldi? Rəjlərə beriş, namazdan keliş, dərslərə nima qilish, oğluğa saqal qoydurub hətta balalarımın müstəqil işəncəyə eriş üçün açıq dərəcədə bu oyunlarni oynagan nurgun nəsləri Sepo'nun nimisi də aşkarı oldu.
8. savol. Shvetsiya soti Po'latbek Pokislar bilan Bobur Maqsudning jasuslik qilmishini sotlagan turqliq bugungi kunda yana nima uchun bir qism kishilar Bobur gunohsiz edi, u xato sotlangan deb uning uchun yoqi yirtib chiqidi. Ularni quturtayotgan yoki suvni laytayotgan kuch zoti nima? Aldın qıtım Rabia Qadir xanım Şisiyaga kelgan vaqtida qo'yman. Yig'in ochildi, tasdiqlashni kutib keldi. Yig'inga shu Boburni chaqirish kerak. U amaliyotda xato tutilgan, u amaliyot ishgan emas, uni boshqalar zankash qilishda qildi dedi-de bir Uyg'ur, yeni bir Uyg'ur ashda uchun yetkazibdi. U bizga yetkazdi mashina deganda. Qadirlik radio anglag'uchilar, Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan hozirladi. Ko'p qismliq mazkur hujjatlik radio programmasi bu yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat.